hamma narsa o'zimizga bog'liq. Agar har bitta prezident vakili, viloyat hokimlari, mana endi bugun aytmoqchi emas, hammalaringga kerakligicha oylik ham, sharoit ham yaratib beryapman. Bunaqa vazir bunaqa bo'lmaydi. Vazir stollarni urib, to'polon qilish kerak. Poraxo'rlik bor ekan raddumlarda. Operatsiyalar qilganda pul olinar ekan, vazirda uxlashga haqqi yo'q. Sog'liqni saqlash vaziri. Ukajon, bir dinga qimmat faoliyatingiz. Ali ham prezident yana arqonni uzun tashladilar. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimidan xalqimiz mutlaqo norizo. Poraxo'rlik raddumlarda o'zi o'limingga rozimi deb yozdirib olar ekan bu luttovozlar. Yana pul olsa. Bular barham topdi deb o'ylamanglar. Barham topgani yo'q. Puli yo'q, katta amaldorlari yo'q, oddiy iste'dodli vrachlarga ruxsat berishmasga, operatsiya qilishga. Men bir sog'liqni saqlash vaziri bo'lganimda o'zim yarmini qamardim bu luttovozlarni. Hanuz raddumlarda hanuz pora bo'lmasa sizga qaramaydi. Qovog'ini o'yib oladi. Uborishsadan tortib sanitarkiyaga qadar vrachlarda aytib o'tirmang. Buni nahot qiyin bo'lsa, bu narsalarni yo'qotish. Qachon sog'liqni saqlash vaziri vazir bo'lgandan buyon birorta raddumga borib operatorlar, kameralar bilan qani gaplashdingizmi homilador tug'adigan onalar bilan? Kesireva qilib qornini yorib $1000 olar ekan luttovozlar. Nimaga kesireva qilasan? Tuqsin o'zi tabiiy. Yo'q, bular kesireva qilamiz dedi-da, pulini oladi. Uyingizga darvoza qidiryapsizmi? Unda biz sizlarga sifatli, hamyonbop va zamonaviy Namangan darvozalarini taklif qilamiz. O'lcham va dizaynlar sizning xohishingizga qarab bo'ladi. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 500 mingdan 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish mutlaqo bepul. Murojaat uchun quyidagi raqamga bog'lanishingiz mumkin. Namangan darvozalari, ishonchingiz garovi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri bir dinga qimmat faoliyat olib bordi. Hali ham davlatimiz rahbari 7-may kuni Toshkentda o'tkazgan tibbiyotga bag'ishlangan yig'ilishda ayab uni kamchiliklarini ko'rsatib, ikkita muovinini ishdan haydab, unga yana bir imkoniyat berdilar. Men O'zbekiston sog'liqni saqlash bugungi vaziri haqida gapiryapman. Ukajon, bir dinga qimmat faoliyatingiz. Ali ham prezident yana arqonni uzun tashladilar. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimidan xalqimiz mutlaqo norizo. Poraxo'rlik raddumlarda, operatsiyalarda pul olish o'zi o'limingga rozimi deb yozdirib olar ekan bu luttovozlar. Yana pul olsa. Bular barham topdi deb o'ylamanglar. Barham topgani yo'q. Toshkentdagi 1-gorbalnitsani men yaxshi bilaman va boshqa juda ko'p joylarda. Operatsiyani glavvrach va uni atrofidagi узкий kruq qiladi. Qishloqlardan kelgan yoki Toshkent shahrida oddiy oilada tug'ilgan, puli yo'q, katta amaldorlari yo'q, oddiy iste'dodli vrachlarga nima qilishga ruxsat berishmasga, operatsiya qilishga. Men bir sog'liqni saqlash vaziri bo'lganimda o'zim yarmini qamardim bu luttovozlarni. Chortpa bering. Hanuz raddumlarda hanuz pora bo'lmasa sizga qaramaydi. Qovog'ini o'yib oladi. Uborishsadan tortib sanitarkiyaga qadar vrachlarda aytib o'tirmang. Buni nahot qiyin bo'lsa, bu narsalarni yo'qotish. Qachon sog'liqni saqlash vaziri vazir bo'lgandan buyon birorta raddumga borib operatorlar, kameralar bilan qani gaplashdingizmi homilador tug'adigan onalar bilan? Kesireva qilib qornini yorib $1000 olar ekan luttovozlar. Nimaga kesireva qilasan? Tuqsin o'zi tabiiy. Yo'q, bular kesireva qilamiz dedi-da, pulini oladi. Qani glavvrach qayoqqa bordi? Qaysi raddumga borib, qaysi kasalxonaga borib? Erkinjon Turdimov mana Sirdaryoga hokim bo'lganida butun kasalxonalarga borib, oq xalat yo'q, hech narsa yo'q, dorilar bepul berilayotgan dorilar, haligi pullik kamerondan tortib hamma narsalar. Bular bepul berilish kerakki deb qani sog'liqni saqlash vaziri Erkinjon Turdimovdan o'rnak olib, ministr bo'lganiga 1 yil bo'lyapti. Qaysi kasalxonaga yarim kecha bordi? Qaysi poliklinikani tekshirdi? Qaysi dorixonani dorilardan borib oldi? Men oilam kasal bo'lganiga bitta dorini bitta joydan 600 necha pulga olsam, ikkinchi joyda 150 ming so'm ziyod qilibdi. Men shofirim uni topdi, o'zim buni olimman, keyin ikkovini solishtirib, keyin borib men buni bekor olimman. Buni 150 so'mini qaytarib bering, men naryoqdan olaman desam, akajon chekni urib qo'ydik. Soliqqa ketdikmiz. Sizlarni yolg'on gaplaring.
Mana shunday qilsa bular oddiy odamlarni nima qiladi? Qarang, soliqqa ketibdi allaqachon urilgan chekdi. Yolg'on gaplaringni qarang. Oyog'ingizga yiqiladi. Shu 150 mingni qaytarib bersa, o'lib qoladi bular. Chekdi urilsa, soliqqa birdan borib taqillarkan, soliqqa tusharkan, uni berib bo'lmaskan. Yolg'onni qarang bu luttvozladi. Qani sog'liqni saqlash vaziri? Qani birorta kasalxona, klinikaga borib nima qildi sog'liqni saqlash vaziri? Kecha ikkita zamin olgan bo'lsa prezident, 6 oymi 1 yildan keyin o'zini ham olib tashlaydi. Agar shunday turish ketsa, bu yigit noto'g'ri kelgan sog'liqni saqlash vazirligiga. Bunaqa vazir bunaqa bo'lmaydi. Vazir stollarni urib to'polon qilish kerak. Poraxo'rlik bor ekan raddumlarda. Operatsiyalar qilganda pul olinar ekan, vazirda uxlashga haqqi yo'q. Sog'liqni saqlash vazirini. Dorilar qimmat bo'lar ekan. Men mayli endi shu 150 so'm uchun mana bolalarim Amerikadan yaxshi oylik olib, men yaxshi yashayapman deb mayli deb ketdim. Oddiy odamlar, bu bechoralar 150 ming so'mni ko'chaga tashlab yubordim men o'sha kuni. 2 kecha uxlay olmadim. Qaytarib beringlar desam, akajon, chek urib qo'ydik. Nima qilib desam, chek birdan ketib qoldi Davlat soliq qo'mitasining idorasiga deydi. Qarang yolg'onchini. Endi men 150 ming uchun haligi qilmadim, to'palan qilmadim, lekin noto'g'ri qildim. Men ham luttvozlik qildim, men ham qo'rqoqlik qildim. To'palan qilib o'sha kuni ministrgacha meni oyoqqa turg'izishim kerak edi. Mayli dedim, ketdim qo'ydim. Noto'g'ri qildik biz. Sog'liqni saqlash vaziri yaxshi yigit ekan. Juda og'ir bosiq, obro'li yigit deyishdi. Lekin obro'li, og'ir bosiq bo'lish yetmaydi. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini qaytadan nima qilib chiqaysiz? Agar obro'y olaman desangiz, bo'lmasa arizani yozib boshqa odamga bering. Ishlaydigan odamlar bor. Qarang, hali hanuzgacha 1 yil bo'ladi demay. Qayerga bordi bosh ministr, sog'liqni saqlash vaziri? Qaysi raddumga borib haligi o'tkazdi? Qaysi haligi poliklinika, kasalxonaga borib tekshirdi? Hech qayerga kirgani yo'q. Oq xalat kiyib, qani boring siz. Kecha soat 2 ga borib hamshira qizlarni bedor o'tirgan sho'rlik hamshira qizlarni 2,5 million, 3 million ham ololmaskan. Borib ularni ko'ring reanimatsiyada qanaqa haligilarni tagini tozalab, tonggacha uxlamay yig'lab chiqadi bechora hamshiralar, vrachlar. Hayotini og'irligidan yig'lamaydi. Bemorda o'lib qolishi mumkin deb yig'lab chiqdi. Hamshiralar. Davlat klinikalarida men shunaqa fidoyi hamshiralarimizni men ko'rdim. Vrachlar kecha kunduz dejurniy, kechasi dejurniylar. Bechoralar ovqati bo'lsa ovqat, bo'lmasa non bilan choy ichib tong o'tiradigan hamshiralar, vrachlarni ko'rdim. Fidoyi xalqimizni, oddiy odamlarni shu boshida tika turadi bechora hamshiralar. Nech pul olasan, singlim dedim, bir oqshoming uchun dedim. Arzimaydigan pul dedi. 150-200 ming ekan. Turmatda dejurstva bo'lsa, bor yo'g'i 8, boshqa pul yo'q deydi. Dejurstvalar ham talosh ekan. Bu nima deb bo'ladi 150 ming, 200 ming bir oqshomdan tonggacha reanimatsiyada ishlash? Hech narsa emas bu. Kanadada bilasizlarmi nech pul oladi bir oqshomi uchun? $2000 oladi bir dejurstasi uchun. Hamshira qizlar. Xo'p, mayli, bizda endi oyliklarda mana prezident aytdilar, $850 hamshiralar, $1,500 oilaviy vrachlar. Yaxshi, bular endi sekinasta bo'ladi. Lekin sog'liqni saqlash vaziri bunaqa spokойный bo'lmasi kerak. Adolatsizlik sohada bormi? Poraxo'rlik urchyaptimi? Birinchi gorbanlichaga nimaga bormaysiz? 6-raddumga nimaga qaramaysiz? Toshkent shahridagi. Yo aytib berayman sizga, qayerda poraxo'rlik, qayerda keseriya xorinlarini yorib bola tug'dirish uchun pul olayotganini. Insofsiz silamalar. Aliyam prezident yana bir marta bag'ri kenglik qilib, sog'liqni saqlash tizimidan ikkitasini olib sizga imkoniyat berdi. Hali siz mana prezidentni yig'ilishi 7-may kuni o'tdi. Bugun 16-may, 10 kun bo'ladi ertaga. Nima qildingiz siz? Mayli, men sifatli tibbiy xizmat aholiga yaqinlashmoqda degan yaxshi umidli bir sarlavha qo'yibdi. Yangi O'zbekistonda Sevara Ubaydullayeva degan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati. Bu deputat ham aytolmagan gapni men aytdim sizga. Juda ko'p odamlar aytolmagan gapni men aytyapman sizga. Uyaling, kitobni raddomiga boring. Chiroqchini
kasalxonasiga boring, Qoraqalpoqda klinikalarga kiring, Surxondaryoni Afg'oniston bilan chegaradosh rayonlaridagi vrach va hamshiralarning holidan xabar oling sog'liqni saqlash ministri bo'lsangiz. Vaziyatni o'rganing. Sifatli tibbiy xizmat aholiga yaqinlashmoqda. Hali yo'q hali sifatli tibbiy xizmat. Oliy Majlis deputati aytayapti. Sevara Ubaydullayeva. Hali ham odob bilan bu gazetalar sizga sal ko'nglingizga tegmaylik deyapti. Insof bo'lish kerak ministr odamda. Prezident sizni o'ynab yur deb qo'ydimi sog'liqni saqlash vaziri qilib. Dasturga yakun yasaymiz. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilayman. O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Yo'ldosh Eshbek aytgani kabi biz baxtiyor bo'lgaymiz xo'p. Bizni zafar quchajak. Boshimizdan charx aylanib qaldirg'ochlar uchajak. Omon. Hindiston hali beri Pokiston bilan yarashmoqchi emas. Hindiston yaqin kelajakda Pokiston bilan normal munosabatlarni tiklash imkoniyatini ko'rmayapti. Bu haqda Hindiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vikram Misri parlamentning tashqi ishlar bo'yicha qo'mitasining yopiq yig'ilishida so'zlagan nutqda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, yaqin kelajakda Pokiston bilan normal munosabatlar haqida gap bo'lishi mumkin emas. Joriy yilning 7-may kuni boshlangan Hindiston harbiy samolyoti Sindur davomida Pokiston Hindistonni yadro qurolidan foydalanish bilan tahdid qilmadi. Har ikki tomon mojaroda oddiy qurollardan foydalangan. Vazir o'rinbosarining ta'kidlashicha, ba'zi ommaviy axborot vositalarida Islomobodning yadroviy tahdidlari AQSh prezidenti Donald Trampni 10-may kuni aralashishga va Hindiston-Pokiston mojarosini hal qilishda vositachilik qilishga majbur qilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi da'volar asossizdir. Pokiston Mudofaa vazirligiga ko'ra, joriy yilning 6-maydan 7-mayga o'tar kechasi Hindiston tomonidan sodir etilgan hujumlar oqibatida 40 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgan, yana 121 nafari jarohatlangan. 13-may kuni bo'lgan so'nggi harbiy to'qnashuvda Pokistonning 11 nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgan va 78 nafari yaralangan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Hindiston Pokiston bilan keskinlik tufayli avvalroq yopilgan mamlakat shimoli va g'arbidagi 32 ta aeroportni ochgani haqida xabar berilgan.